Demak, Nema navimiz bitta xususiyati buni erta gullaydi. Samarqand viloyatida ozroq bahorga ertaga sovuqlarda ozroq zarar ehtimollari bor. Samarqand sharoitida, Toshkentda ham bo'lishi mumkin, lekin vodiy sharoitlarida, masalan, Surxondaryoda demak istiqbolli navlardan biri. Bu juda erta pishadigan navlardan. O'sha bahor navi bilan bir xil vaqtda pishadi. Hozir mana bahor navi bilan bir xil vaqtda pishadi, lekin kalibri juda qattiqligi juda qattiq. Juda ham qattiq mana. Juda ham qattiq. Bu qattiqligi durofil bo'yicha 70. Demak, qattiqligi ham juda ham qattiq. Pishish vaqti bizda demak bahor navi bilan bir xil vaqtda pishadi. Lekin juda qattiqligi juda qattiq. Bahor navi bo'sh hisoblansa, eksportga unchalik ko'p ketmasa, bu juda eksportbop ertachi navlardan biri. Mana hozir katta umuman kalibrini ko'ryapmiz. Mana hozir 31, 30, o'rtacha 30 hisoblanadi buniki. Lekin bu yerda hozir changlatuvchi navi bo'lmaganligi uchun bu yerda hosildorlik bu yil kam, ham sovuqda ozroq zarar berib ko'rgan, plus keyin gullari bo'lgan bilan changlatishda muammo bo'lgan. Chunki hozir aynan shu passive red navi bu yerda yo'q. Lekin buni haqiqiy changlatuvchisi passive red degan navi. O'sha lapenslar changlatuvchi qo'yib qo'ygan bog'larni men ko'rdim. Demak, bog'lar demak hosildorligi juda yaxshi emas, kam hosildorligi. Demak, shundan bilish mumkinki, o'sha changlatuvchi passive red navi. O'shanga e'tibor berish kerak, o'sha navni qo'yishimiz kerak. Demak, pishish, gullash muddati juda erta gullaydi. Bu o'sha bahor navidan ham erta gullaydigan nav bu. Va pishish muddati bahor bilan bir xil vaqtda pishadi. Kalibri juda zo'r, qattiqligi juda yaxshi, eksport bob. Mana demak, bandi kichkinaroq. Lekin juda kalibr bo'lgani uchun muammosi yo'q. Demak, hosildorlik juda yuqori bo'ladi o'zi. Hozir bu yerda kamroq ko'rinyapti. Demak, bular sovuq zarar ko'rgan, keyin changlanishda muammo bo'lgani uchun shuni sal kamroq ko'rinyapti. Lekin o'zi juda ajoyib. Gilosi juda ajoyib mana. Ajoyib gilos. Juda ajoyib gilos. Keyin demak, bu navni terim muddatini aytdik, kalibrini aytdik. Demak, hozir bu to'liq bog'larimiz hammasi Adara payvandagida. Boshqa payvandlarga ham juda mos, muammosiz boshqa payvandlarga ham tushadi, juda yaxshi istiqbolli narsalar, lekin shunday e'tibor berish kerak, changlatuvchi agar passive red changlatuvchi topilmasa, bu bog'ni qilmagan ma'qul. Chunki hozir bu joyda bor, keyin boshqa joylarda ham bog'larda hosildorlik kam, ko'p emas. Lekin ozroq bizlarda masalan Samarqand iqlimida nimaga ertachi sovuqlarga ham ozroq 50% zarar ko'radigan joylar ko'rganmiz. Ertachi sovuqlar, lekin asosan muammosiz, lekin o'tgan yil ham muammosi hosil bergan edi. Bu yil sovuqlar zarar ko'rdi, sovuqlar zarar ko'rdi. 11 may 2026 yil. Hozir bizlar qisqasi eng istiqbolli navlardan biri, yana bir shu bizlar seriyamiz davom etadi. Istiqbolli navlardan biri Giant Red degan navlarda oldi turibmiz. Demak, bu o'sha Code International patentlangan firmasining navi, Fransiyaniki. Demak, bu navning xususiyati, demak, bizni iqlimga juda moslashgan va bahor navidan, shu bahor navi ham bor, shu bahor navi o'zimizning bahor navimizdan 5-6 kun keyin pishadigan nav. Juda ham qattiq, kalibri demak juda ajoyib. Demak, ta'mlari juda zo'r, qattiqligi juda qattiq. Juda ham o'sha durofil bo'yicha 70+ kalibrda bo'ladi. O'sha qattiqlikda bo'ladi. Bu demak, kalibrlarni ham mana pishishga 5 kun bor. Hozir mana kalibrini chisi daraxt o'zidan mana nima bo'lsin, original syomka bo'lsin, mana shu daraxt o'zidan. Mana shu original ko'rsatdi. Mana pishishiga 5 kun vaqtda 27, 26lar ham bor, 25lar ham bor. Mana 25-8, 26, 25lar ham bor. Mana pishishidan buni demak 60-80% gacha bular hammasi yaxshi kalibrda, 30 dan ziyod kalibr chiqadi hammasi. Bularni o'sishi mana ko'rib turibsiz, o'sishini qarang, bu o'sishi sal yotiqroq, yo'yiqroq. Demak, pishish muddati o'zimizning bahor navidan 5 kun keyin. Deyarli nima bilan svit Ariana bilan bir xil vaqtda, demak, svit bu terilgandan keyin svit Ariana teriladi. Hozir svit Ariana bundan 2 kun keyin pishadi.
Gullash ham o'rta muddatda gullaydi, yaxshi, juda ham gullari ham o'sha nimbadan keyin gullaydi. Demak, sovuq urishlarga ham ko'p sovuq urmaydi. Bahorga erta sovuqlar ko'p ziyon yetkaza olmaydi. Mana juda ham sifatli mevada, kalibri ham juda katta. Keyin gomogen ko'ryapsiz, hammasi deyarli bir xil navlar. O'sha kalibrlari bir xil, katta kichkina emas, unaqa emas. Mana kalibrlari ham bir xil hammasi. Egizaklari deyarli kam. Bitta shu salgina mana buni qara. Egizaklari deyarli kam, bitta ozroq buni kamchilik tomonlar bo'lishi mumkin. Yomg'irli juda ham kuchli yomg'ir yog'sa, bekda nima bo'lishi mumkin? Yorilish ehtimoli bor, lekin mana bu kuni yomg'ir bo'lgan, lekin mana yomg'irda hozir kechagi juda kuchli jaladan keyin mana hozir juda zo'r mana. Yomg'ir tushgan lekin bu yerga. Juda zo'r holatda. Hech nimasi yo'q. Demak, 32-34 mm kalibrda bo'ladi. 15-20 tonnagacha deyarli hosil beradi. Hosil berishi ham juda ham ajoyib. Buni qattiqligi ham juda yaxshi. Talab shu uchun bu eksportga juda yaxshi mo'ljallangan. Bitta-ikkita ko'ryapmiz, egizakchalari bor, no deyarli yo'q hisobida. Boshqa masalan deylik skinaga qaraganda, boshqa o'sha lapenslarga qaraganda, shu aynan skinaga qaraganda egizak juda ham kam. Juda ajoyib yaxshi sortlardan bittasi. Demak, bunda mana hozir mana o'tgan yilgi novdachani mana pastidan meva bergan, mana o'tgan yilgi novdan pastidan bergan, mana bu yerdan qarasang mana. O'tgan yilgi shu 1 yillik novdani mana pastidan hosil beryapti va kelasi yil ham bu yerdan hosil beradi. Buni kessa bemalol demak hosildorlikni oshirish mumkin. Mana bu holda mana bu yerdan ko'rayotsak, mana bu yerda mana. Mana bu shuni haqiqiy isboti, mana bu ham xuddi shunaqa narsa. Demak, bir yoshli shoxni demak nimasidan tagidan ham hosil beradi mana. O'sha o'tgan yil 1 yoshli bo'lgan, bu hisob 1 yoshga to'lgan shoxcha, mana bu endi kelasi mana hozirgi bu yilgi shox bu. O'sha bu 1 yillik shox mana bu. Mana bu 1 yillik shox. 1 yillik shox 2-yilga o'tayotganda hosil beryapti, pastdan hosil beryapti va bundan ham kelasi 2-yil mana bundan ham xudo xolasa buni pastidan ham hosil beradi. Xuddi u o'xshashlari Arianaga o'sha Sweet seriyasidagi navlarga o'xshab ketadigan. Faqat buni bitta nimasi bor, shu ro'yoqlar o'sadi. Demak, bu o'zi vazalarga ham yaxshi, KGBga ham yaxshi tushadi, vazaga ham juda yaxshi tushaveradi, muammosi yo'q. Hozir bu yerda endi nimalarimiz, liderlarimiz sal kamroq, ko'p bo'lsa, bundan ham juda ajoyib chiroyli bo'ladi. Yon shox berish muammosi yo'q, mana yon shox beryapti, xudo xolasa. Yon shox ham beradi, bular yon shoxlar ham juda ham ajoyib yon shox beradi. Bo'ldi. Buni o'zini changlatmaydi. Demak, changlatuvchilari buni lapens bilan o'zimizda Sweetheart navlari. Demak, bizlar bu yerda lapensga changlatuvchi sifatida lapens ekkanmiz. Hozir bu yerga ham Sweetheart ham eksa bo'ladi, demak lapensga ham to'g'ri keladi. Demak, ikkita navimiz o'zimizda deyarli bor. Bu ikkita nav juda bunga ajoyib changlatuvchi bo'ladi. Mana chetdan changlatgan taqdirda ham mana mevasi muammosi yo'q. Mana chetdan changlatadigan nav bu. Hech qanaqa muammosi yo'q mevasidan. Agar buni demak yaxshi sovuq tozi, bu sovuq ta'siridan keyin ko'rib turibmiz. Agar sovuq bo'lmasa, bundan bir ajoyib hosildorligi bor.